yaxshi fursatdir. Govingoyning material pash qilishi Amerika Qo'shma Shtatlari armiyasi %100% Tayvan bo'g'ozi urushiga arilishidir. Diqqat, takrorlayman hurmatli vatandoshlar. Govingoyning material pash qilishi Amerika Qo'shma Shtatlari armiyasi %100% Tayvan bo'g'ozi urushiga arilishidir. Gunohsiz Jungolik qarindoshlarning va Tayvanlik yurtdoshlarning Govingoyning so'zi davlat o'g'rilari oila jamiyatining qo'lida o'lishidan saqlaydi. Biz Amerika Qo'shma Shtatlariga shundoq taklif berimizga, deydi Govingoy. Amerika alayda urush qilish shaklidan foydalanib, tez surat bilan kurashni oxirlashtirishini yoki urushni boshlanmagan urushni oxirlashtirishni umid qilamiz. 9-oyning 3-kuni Nyu-Yorkdan bevosita anglitish Govingoy xabardir. Ozodlik armiya Shangangda jiddiy holat e'lon qildi. Govingoyning material pash qilishi Jungo Kompartiyasi ishki qismida Shangangda jiddiy holat e'lon qilishni rasmiy belgiladi. Xi Jinping Wang Qishan Prezident Trump bilan elishmoqchi bo'lyapti. Shangang masalasini o'zil-kesil hal qilmoqchi bo'lyapti. Tayvanni qurol kuchi bilan birlikka keltirmoqchi bo'lyapti. Jungo Kompartiyasi Shangangga dafn qilishdan boshqa so'zlab bo'ldi. Millionlagan shangangliklar ko'chaga chiqib, namoyish qilib, jahonni zilzilaga soldi. Dunyoning tarixini o'zgartirdi. Başta nima dedik? Shangang masalasi Jungoning kelgusini o'zgartirdi dedik. Demak, bu yerda Govingoy nima deydi? Dunyoning tarixini o'zgartirdi deydi. Shangang dunyo tarixini o'zgartirdi deydi. Yana bir xabar. Beijing Shangangda jiddiy holat jakarlab, davolg'ishni bostirish huquqimiz bor. Dedi mavzuli xabar. 9-oyning 4-kuni Wall ko'chasi gazetida e'lon qilindi. Bu xabarni sizlarga elib keldik, mavzusini elib kelyapmiz. Wall ko'chasi Amerika Qo'shma Shtatlarining Nyu-York Wall ko'chasi. Nyu-Yorkda nashr qilingan gazet. Bu gazetda nima dedi? Jungo hukumatining fikri deydi. Shangangda jiddiy holat jakarlab, davolg'ishni bostiramiz dedi. Demak, Jungo hukumati bevosita ochiqdan o'shoq yalang'och holda ifoda bildiryapti. Portlash xarakterli xabar. Yevropa Ittifoqi Tayvan bilan diplomatik munosabat o'rnatish mumkinmi? Boshqa so'zlab bo'ldik. Ening mavzusini hamma narsa sizlarga topshirib bo'ldik, hurmatli vatandoshlar. Enlikda yana bir xabar, diqqat qilinglar, bu muhim xabar. Bugun tayyorlashga ulgurolmay qoldim. Xi Jinping nutq so'zlaganda 56 qatim urush, ya'ni kurash degan so'zlarni tilga oldi. Amerika jamoat fikri kurash oxirgacha kurash qilamiz dedi. Amerika jamoat fikri kurash va oxirgacha kurash qilamiz dedi. Mavzuli xabar 9-oyning 4-kuni Fransiya xalqaro radiosi e'lon qilindi. Bu xabarni, bu maqolani tayyorlab sizlarga ulg'atamadim. Bugungi vaziyat boshda aytgandek, yumshab ketishmi, qattiq ketishmi, har birisi masala hal qilishning ikki xil vositasi. Qattiq qo'l bilan masala hal qilish, yumshoq qo'l bilan masala hal qilish. Maqsad faqat masala hal qilish, masala hal qilish demak, Shangang masalasi bu bir yo'choq, bu bir belga, bu bir marka. Jungo hukumati qanday mijozingiz? Demokratik siyosiy islohot elib baramsiz yo'q.